Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn new concept English, Book 1, Lesson 65. Not a baby. Okay, sağlaşacağımızda bugün not a baby degan şu dersini öğrenmekçi. Endi bu nima degan gap desanglar? Not a baby. A baby degan bilasizlar buvoq. Buvoq emas. Demak endi kichik bola emas. Kichik bola emasman degan narsani anglaganman. Not a baby. İngliz tilida mana bir gap bor. Do you think I was born yesterday? Okay. Do you think I was born yesterday? Sizningcha, do you think deganimiz o'ylamoq shunami? Sizningcha men tunugun tug'ilgandimanmi? Okay, do you think man was shu BP'ning o'tgan zaman shaklida demakchi isninki yoki amninki I was born degan tug'ilmoq yesterday. Sizningcha men bu tunugun tug'ilgandekmi? Endi bu degan gap sizning shaytoningiz meni bu tunugun tug'ilgandek ko'rinyaptimi degan gap bu. Hesapta başlandı. Sizin sal köz qilmaganda sizne sal ahmaq döt. Sal kichik bola chaqilganda o'shanday desang oldi. Do you think I was born yesterday? Ko'zingizga men bu tunugun tug'ilgandek ko'rinyaptimi? Debchi. Demak hamda hamsharki not a baby. Okay, I'm not a baby. Hey, I'm not a baby. Do you think I was born yesterday? Demak hamda meni shunchalik kichik bola chaqilganimsa, döt chaqilganimsa demakchi bo'lganda nah, mushuni ishlashdan bo'ldi. Do you think I was born yesterday? Okay. Endi qaranglar. Demak hamda barasizlar qiziqib qolgan ishlashdan bo'ldi hamda. Hammaramga do you think I was born yesterday deb ajib yuzdan bo'lmaydi. Okay. Birinchisi nima? Dad. Okay. Mom, right? Hamda dad, mom degan hamda shu bolalarniki ota-onasini chaqirgan. Odatda dada degani father deymiz, nima? Apa degani mother. Yani İngiliz tilida ota-onasini chaqirganda dad, yoki nima? Daddy, hi daddy, dad, shunami? Yoki nima? Mommy, mom deymiz. Mommy, mom. Bu asosida İngiliz tilida ishlatiladi, İngiliz tilida. Bu maqola yozganda voy my daddy, my mom, mommy deb yozsa qolmaydi. Okay, I love you dad. Shunami? İngiliz I love you dad. Yeah, mom, you are my good mother. You're my good mother, siz meniki. Nimani aytdi? Yaxshi opam, yaxshi onam deganga bo'ldi. Demak, birisi nima? Dad, mom. Dad, mom. Good. Next one is key. Okay, key. Okay, indikse nima desanlar? Sal qanaqa qilganmiz desanlar, so'z aytganmiz. Nima? Key. Bu ko'rib turibdi, bu nima desanlar? Ochqich. Açıkçın deyimiz sana key. Hey, find the key. Açıkçın tepang. Okay. Anladın mesela the key to success. Okay. Miyarki success deganimiz nima sana? Muvaffaqiyat. Demak, muvaffaqiyatning ochqichi. Demakki, bu ochqish degan hamda o adabiylashganda, demak, ochqishlik narsa, intay muhim bo'lgan narsa degan gap. Demak, hamda shu bir qulupqa shu ochqich bo'lmiz, ochqini bo'lmaydi shunami? Demak, hamda shu eng muhim narsa degan nima deymiz? O'xshashlam ingliz tilida key deb ifodalaymiz. The key to success. Bilamizlar nimaning key to success ligini nima? Confidence. Self confidence deymiz. O'ziga bo'lgan ishonch. Har qanday ish qilishninki muvaffaqiyatning ochqichi self confidence. Çoğum şu qanaqa qilishimiz kerak, o'ziga ishonishimiz kerak. Qanday yaxshi so'zligini bo'ldi? Birinchi o'ziga ishonish kerak. O'zining shu yaxshi so'zlarga qanaqa qilish kerak, ishonish kerak-da. Undan keyin esa the key to the front door. Okay. Endi bu yerga the front door deganimiz balla oldishik. Bu oldishik deganimiz masalan biz uyangni olgan bo'lsa, taladan, sirtdan uyangning ichiga kiradigan eshikni nima deymiz? Sana oldishik deymiz. The front door. Odatda masalan o'g'irlikdan mudofialanish ishlar bo'ldi-ku endi. Cho'ng ish. Shuni deymiz front door. And the key to ning, endi bu yerga to deganimiz haqiqatga qo'yanda. Bu yerda nima desan, uyg'urchani ning deb tarjima qilindi. Demakchi, shu oldi eshikning ochiqchi. The key to the front door.
the key to the front door. And the key to the wardrobe 보시죠. kiyimishga uni ochqichi. The key to success muvaffaqiyatning ochqichi. So where's the door key? Hey, ishni ochqichi qayerda? Hey, where's the door key? Can I have these keys? Okay. Men bu ochqichlarni ilib olsam bo'lamdi. Demak, menda bo'lsa bo'lamdi yoki menga bahsingiz bo'lamdi degan gap. Mesela bu can I have degan yana boshqa yarim ishlatildi. Mesela can I have your name please? Demak ki menda sizning ismingiz bo'lsa bo'lamdi. Demak ki ismingizni bir deb bersangiz can I have your name please? Degandek. All right. Keyingisi qarab boqaylik. I have the key. Okay, menda nima? Ochqich bor. This is your key. Bu sizning nimangiz? Ochqichingiz. Okay. So do you know the key to the question? And the bu savolning ochqichini bilamsiz? Endi mushariki savolning javobi degan gap. Tushundingizmi? Do you know the key to the question? Bu savolning ochqichini bilamsiz? Yoki shu bu savolniki yosh javobini. Okay. Keyingisi hamda masalan ochqich yutib ketadi-ku, ochqich hamda nima ish qilyapsiz? Hey, what are you doing? So I'm looking for my keys. Okay. I am looking for my keys. Keys, key. Key, keys. Yaxshi. Keys. You know, it's the key to everything. U hamma narsaning ochqichi. Key to everything. Okay, look. That is a baby, right? A baby deganimiz bu ochqichnami? That baby is really cute. So we call it, this is a cute baby. Baby. Like Justin Bieber and Nasaga, baby, baby, oh, I like the baby, baby, baby. Okay, sure, baby, sure, huh? Okay. You know, this baby can walk. Bu baby can okay, this baby can walk. Okay. You know, she's bathing her baby. Okay, and the bathing her baby, u bolasini qanday qildi? Muncha yuyindiryapti. Endi men bathing deganimiz hamda Manda vannaga yoki dast silib mana yuyingan bo'lsa nima deymiz? Bath deymiz. Va th qanday telaffuz qilib mishara? Da. Ko'rdingizmi? Va tishlaringlar bilan tilni tishlaringlar. Da. Bath. Bathing. Okay. She's bathing her baby. She's bathing her baby. Okay, babysitter is feeding my baby. Okay, babysitter endi mishara bal boquvchi. Babysitter. Babysitter is feeding my baby. Men bu o'qimni qanday qildi? Tamoqlantiryapti, oziqlantiryapti. Feed deganimiz shu tamoq bermak. Shu qo'sqini to'yg'azmak. Qo'sqini to'yg'azmak. Okay, next one is here. Okay, here. Okay, and here deganimiz hamda anglasangiz orqali bir nima desam, anglamak. Masalan, hear a noise. Nima? Birinchi anglamak. Okay, hear a noise. Hear wrong. Xatanlab qolmak. Do you hear? Hey, angladingizmi? Hey, do you hear me? Telefonda sen hoshdimsan. Hey, do you hear me? Do you hear me? Okay, degandek. Hear. Okay, hear a shot. Okay, nima bir o'q ovozini anglamak. Pang qilgan. And name is for hear a shot. Okay, can you hear me? And the meaning given angladingizmi? Ana hear ko'pincha bir natijani bildiradi. Anlay oldi yoki anglayolmadi degan. Okay, endi men listen bor. Listen deganimiz hamda bir jarayon. Shunaqa listen to the tape. Ko'ngil qo'yib qanday qilamiz? Masalan, listen to the tape carefully. Masalan, uni olgan keyin ko'ngil qo'yib anglang. Listen to music. Muzika anglamak. Shu anglash jarayonni ko'rsatadi, jarayonni ko'rsatadi. Lekin men hear deganimiz nima desanglar bir natija. Demak, bizning anglash sezgimiz orqali bir yana anglay oldimi yoki anglayolmadimi deganda. You know, that sounds, do you hear? What sounds do you hear? And siz qaysi ovozni angladingiz? Can you hear deganimiz hamda anglay oldingizmi? Do you hear angladingizmi? What sounds do you hear? Okay. Can you hear the phone? Okay. Telefonni angladingizmi? Okay. Can you hear the phone? Telefonni anglay oldingizmi? Demak, hamda hear deganimiz hamda mishada shuningki natijasini bildiradigan gap. Okay, next one is enjoy. Okay, enjoy. Enjoy bu xushal xuram o'ynamak, huzurlanmak degan gap. Masalan, enjoy your dinner.
Okay. Keş tamaqınızdan qana qılan huzurluning. Xushal xuram yangish nama. Enjoy the party. Yig'ilishda qana qılan huzurluning. Enjoy the party. Masalan, enjoy your life. Okay, hayatınızda huzur elang. Enjoy the music. Muzikada huzur elang. Enjoy the class. Demek dersda huzur elang. Demek hamda bu huzur elish degan gap, enjoy. Enjoy. So do you enjoy your work? Okay, demek siz o'zingizning xizmatlardan huzurlanib olamsiz. Demek shuningda yoqtirish, huzurlanish nima? They are enjoying their birthday party. Okay, ular hamda o'ziniki tug'ilgan kunda qana qilyapti, huzurlanyapti. Demek hamda enjoy deganimiz hamda huzur elish, yoki xushal xuram o'ynash degan gap. Adetlaymiz, hey, enjoy your life and enjoy English a little bit. Yoki enjoy English and enjoy your life a little bit. İngilis tilida huzurlaning hamda hayotingizni mazroq qana qiling, huzurlaning. Amaliyotda bu hayot hargiz mana aytdi, zerikishlik emas. Hamda o'rganishmi shu? O'rganishmi sizlarning hayotingizning nima desanglar bir qismi. Amaliyot o'rganishdan qanday desanglar, zo'q og'ini bo'ladi, huzurlanig'ini bo'ladi. Sizning shu qanday o'rganishingiz bog'liqda. Albatta. Okay, undaqda bugun ham shu tekstga kelib qoldik savodashlar. Hamsa tekstni bir ko'ngil qo'yib anglasanglar. Just enjoy listening. What are you going to do this evening, Jill? I'm going to meet some friends, Dad. You mustn't come home late. You must be home at 10:30. I can't get home so early, Dad. Can I have the key to the front door, please? No, you can't. Jill's 18 years old, Tom. She's not a baby. Give her the key. She always comes home early. Oh, all right. Here you are. Do you hear? Yes, Dad. Thanks, Mom. That's all right. Goodbye. Enjoy yourself. We always enjoy ourselves, Mom. Bye-bye. All right, guys. All right. Ansa tekst keladi savodashlar. Qarasanglar. Birinchi jumlasi. What are you going to do this evening, Jill? Okay, what are you going to do this evening, Jill? Hamda misharga be going to. Be deganimiz BP de shunami. Bu be going to degan bu jumla shakli qanday desanglar? Oddiy kelgusi zaman. Shuna maqchi. Demak, hamda bularning bu yaqin kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan, shu qilmoqchi bo'lgan planlagan ishlarini bildirdi. Endi mishari, what are you going to do this evening, Jill? Bugun qach qurun, bugun kash nemish qilmoqchi, Jill? Nemishni planlayapsiz, deydi. Desa, I'm going to meet some friends that, okay, men bir necha do'stlarim bilan ko'rishmoqchi dada, deydi. Endi misharga I am going to meet. Endi misharga cho'qim be going to ning keyindan fe'lning asl shakli kelishi kerak. Demak, I am going to meet. Men ko'rishmoqchi. Nima qilmoqchi? Ko'rishmoqchi. I'm going to meet some friends that. Men bir necha do'stlarim bilan ko'rishmoqchi dada. Okay. You mustn't come home late. Okay, endi bu yerga mustn't deganimiz qilmasligingiz lozim. Mana qilmasligingiz kerak, nima? Demak, you mustn't come home late. Demak, endi siz uyga keyin kelmasligingiz kerak. Endi buni mana tushunsak bo'ladi. Bu nima desam, baldo kelishingiz kerak degan gap, nima? And you must be home at 10:30. Okay. Endi bu yerga be home. Okay, be deganimiz bo'lmoqchi, nima? Siz cho'qim uyda bo'lib bo'lishingiz kerak. Demak, endi mana uyda bo'lgan holatini bildirdi. Masalan, be home degan shu be degan BP logo. Masalan, I'm home. Okay, men uyda. Demakchi, sizning holatingiz nima desangiz, naq uyda degan gap. Okay, uyda. You must be home. Demakchi, siz uyda bo'lib bo'lishingiz kerak. Nechida at 10:30. Albatta, bu shu aniq vaqtlarning oldiga savodashda biz atni olamiz. Masalan, at 1 o'clock. Endi bu yerga at 10:30. Bu nima bo'ladi desanglar? Nechidan necha o'tganda?
Neçədən necə ötkənlər degəndə at 10:30. 10-dan yarım ötkəndə. Deməkçi 10 yarımda. Siz çoxum 10 yarımda sizin altınız öydə olub buluş kerak. Janalma? Okay. I can't get home so early that. Okay, and müşərəkə get home. And yana bir çıxdı mı yəni? Get home. Get home degan hamda bir yerga uyga kelib bo'lmoq. Demak, shu get home bilan come home anda qanday desanglar, asosiy o'xshash. Demakchi men uyga unda bo'ldi yetib kelmayman. Yoki bu uyga unda bo'ldi kelib bo'lmayman. So early. And so deganimiz ravishda unchola. Voydada men unchola bo'ldi yetib kelib bo'lmayman. I can't get home so early that. Men unchola unda nem qıpılamayman. Deyra, can I have the key to the front door? Okay, I'm yerga key to the front door. Demak, old eshikning ochiqchi. Demak, shu uyga kirgan eshikning ochiqchi degan gap, ha? Hamda can I have menda bo's bo'lamdi. Demakchi, men shuni evasam bo'lamdi demakchi. Ana aytdi takallufsi, can I have the key to the front door? Agar hamda menga bering demakchi bo'lsaqchi, give me. Okay, give me the key to the front door. Shunami? And demak, tuz qilib ham dars bo'lgan ekan ham nima can I have the key to the front door? Aytdi, qana tuz qilib can I have the key to the front door? Endi bu yana ig'iz tilingizda abayim degandek nurg'un narsalarga ishlatiladi. Masalan, can I have your phone number? Masalan, can you tell me degandek ko'ra can I have your phone number? Demak, endi sizning telefoningiz menda bo'lsa bo'lamdi. Demak, bir daqiqangiz bo'libdi ekan. Mesela, can I have your WeChat number? Sizniki WeChat'ingiz meni bosib qo'yamdi demakchi. Debpasınız. No, you can't. Yo'q. Siz unda qilsangiz bo'lmaydi. No, you can't. Siz aslında bo'lmaydi. Shunami? Jill's 18 years old, Tom. Okay. O Jill and 18 yoshda Tom. 18 years old. Demakchi 18 yosh. 18 yosh. She's not a baby. Demakchi u buvoq emas, demak kichik bola emas. Give her the key. Opsi deb turganda unga bering. O argizamni qizi menga beringlar deydi shunami? Menda ba'singiz bo'lamdi. So can I have? Okay, she always come home early. She always comes home early, sorry. U doim bo'ldi uyga keladi. Okay, come home deganimiz hamda qaytib kelmak. Shu uyga kelmak. Comes home early. Okay, all right. Okay, mush all right degan shu okay degan gap. Bo'ladi. Okay. Here you are, but endi mishariga but degan gap qilamiz. Biroq eng muhim narsa shu. Biroq you mustn't come home after 11:15. Okay. You mustn't come home. Siz uyga kelmasligingiz kerak. Demak, after then 11:15. Demek 11'dan 15 o'tgandan keyin kelman. Demak, undan burun kelib bo'ladi degan gap bor hamda. After 11:15. Do you hear? Bir olding bu ya. Okay, olding bu ya. Thanks, mom. Okay, that's all right. Enjoy yourself. Okay, voy hech qisi yo'q. Xushal xuram o'ynab keling. Demak, endi shu enjoy yourself degan o'zingiz xushal xuram o'ynang. Bu ko'pincha mesela başqalar bir partiga va yoki bir yerga sayohatga va yoki bir yerga o'yinga qilmasa, boshqalarni enjoy yourself demakchi o'zingizni xushal xuram o'ynang. Demak, o'zingizni huzurni degan gap bo'ldi-ku endi bu yerda. We always enjoy ourselves, man. Biz doim xushal xuram o'ynaymiz apa deydi. And ourselves biz o'zimiz nima? We always enjoy ourselves, man. Biz doim o'zimiz qanaqa qilamiz? Huzurlimiz deydi. Xo'sh, endi mishariga enjoy. Agarda endi birinchi shaxs men shunami? Endi men o'zim, myself deganimiz hamda o'zim degan gap. I enjoy myself. Yoki I always enjoy myself. Men doim qanaqa qilman? Xushal xuram o'ynayman. Men o'zim bo'lsam myself. You and siz o'zingiz bo'lsa yourself. Buning name is yourself. Endi biz o'zimiz, we, ourselves. Endi ama biz deganda savolashlar. Mishani muhim bo'lgan narsani ma'risanlar, biz degan ko'plik shunami? Aritma selfni keyin oxiri f bilan oxirlashgan. Ko'plik bo'lgan ekan bu selfni o'zlarimiz bo'ldi emasmi? Aritda f bilan oxirlashgan yoki fi bilan oxirlashsa, buni we o'zgartirib, qanaqa qildik? Is qildik. Bu qana izda bu talaffuz qilindi.
Şuna ourselves. Demek ki we always enjoy ourselves. Biz daim qana qilamiz? Xushal quram, o'ynaymiz. And they always enjoy themselves. And they ular o'zlari. And ular o'zlariga nima desanlar? Themselves. They always enjoy themselves. Ular daim xushal quram qana qilib o'ynaydi. And he enjoy himself. Agar she bo'lib qolsa, she herself. Okay, u o'zi. Demak, endi qizlarga herself. U o'zi. O'g'il bola bo'lsa, himself. Himself. Okay. Degandek. Okay guys. Hamsa bu darsimizdagi language focus ma'nosini qarab anglar. Bu yerda birinchisi qaranglar, you mustn't come home late. Okay. Demak, you mustn't come home late. Demak, uyga keng kelmasligingiz kerak. Demak, endi bu yerga mustn't deganimiz, nima qanday qilmasligingiz kerak. And you must be home at 10:30. Endi bu yerga must degan manda bo'lib bo'lishingiz kerak. And I can't get home so early that. Demak, endi bu yerga come home, be home, get home, deb netsa ekan. Bu yerga come home, be home, go home, get home, arrive home. Okay, endi bu yerga mushlarning ma'nosi nima desanglar, birinchisi come home. Come degan kelmak, shunami? Kelmak. Endi come home degan endi sirtdan o'shining o'zining yoki uyga qanday qilish kelib bo'lash. Masalan, yoki mehmonli bo'lamdi, yoki o'zingiz bo'lamdi, shu uyga qanday qilish, boshqa bir yerdan kelish bo'lsa nima desanglar, shu harakatni come home uy keldi. Masalan, mehmonlar uy keldi. You know, our guests came home. Masalan, he came home yesterday. U bizning uyga tunugin keldi. Shunami? Endi bu yerga be home. Bu holatni bildiradi. Uyda bo'lib bo'lgan tug'an holatini. Masalan, hey, where are you? I'm home. I am home. Men uyda. Demakchi, shu uyda turuvliq yoki uyda turaqliq demakchi uydagi holatingizni bildiradi. I'm home. Okay. He's home. Okay. You must be home. Uyda bo'lib bo'lishingiz kerak. Sizning holatingizda uyda bo'lishingiz kerak degandek. And go home. Okay, go home. Bu uyga mangmaq degan gap. Odatda go home deganda bu naqshi o'zining uyiga qaytish yoki o'zining uyiga menish deganni bildirdi. Guys, go home. Uyga qaytaylik degan gap bo'ldi odatda. Go home. Buning oldiga tuni qanaqa qilmaymiz, ishlatmaymiz. Chunki home degan hamda saniki urug' tuqqanlaring bilan turadigan menda bir mehr muhabbatni o'ziga olgan menda bir o'rinni ko'rsatsa, bu bir xil abstraktni ism. Bu konkret, hargiz to'rttemva ism emas, masalan, house dek. Shunga buningga to deganni erishib bo'lmaydi. Chunki abstrakt narsa. Shunga go home lan deb qana qilgan gap, ishildirgan gap. Endi keyingisini narsalar get home. Okay, ama get home degan shu uyga qanday kelib bo'lmoq yoki shu uyga yetib bormoq. Bu come home bilan asosan o'xshab chopdi. And arrive home. Yetib bormoq degan gap, arrive home. Okay, arrive home. And the king said, give her the key. Okay, and the ochqushni qana qilam, uningga berim. Yoki give the key to her. And mushu buyruq jumlada igisa yushirinadi keladi bolalar. Masalan, you give her the key, shunami? And to'ldiruvchidan ikkisi bor. Demakchi, sharkatning obyekti shunami? Birisi nimani berdi, yana kimga berdi? Odatda bu yerga narsalar nimani berdi, shunami? Ochqushni. And narsalar bevosita to'ldiruvchi bo'ldi. Ana bu yerga her degan kishilik almashtirib desanglar, vositalik to'ldiruvchi. Shunday bo'lganda nima desanglar, vositalik to'ldiruvchi bevosita to'ldiruvchininki keynida kelsa va yoki feeldan keyin, demak, xabardan keyin, wayudan keyin jizabiyu. Masalan, shu narsalar xabardan keyin magishib kelib qolsa, vositalik to'ldiruvchini olgan to yoki for ni qo'yamiz. Masalan, give the key to her. Okay. Make the cake for him degandek, shu vositalik to'ldiruvchini olgan to yoki nima qanaqa qilgan ilingan gap. Masalan, give me that book. Give that book to me. Masalan, give him the coat. Yoki give the coat to him. Onunga qanaqa bilan nimani bering. Masalan, enjoy yourself. We always enjoy ourselves, man. Biz doim qanaqa qilamiz? Xushal quram o'ynaymiz deydi. Bu nimaga desanlar, have a good time. Xushal quram o'ynang. Bir yaxshi. I had a really great time today. Bo'scha, bugun beksa xushal quram o'ynadim.
Demek ki have a good time degan xushvaqt o'ynamoq, xushal xuram o'ynamoq degan gap. Have a good time. Okay. Let's enjoy this picture. Okay, have a good time this picture. Qanday ekan bolalar? Peyizim ekan? Bu balasi ko'tiryaptimi yo dadasimi? Almashib qolibdimi yana? This is really funny. Nayati kulkilik, qiziqarli ekan. Bo'ldi. That's all for today and enjoy English. Enjoy your life a little bit. Goodbye.